Xudo xohlasa uyaltirmaydi. Kim bitta obunachini olib qarang. shu baraka topadi bundan. Buni aka tekshirdim deyapsiz-a, buni bo'g'ozligini. Bitta like bosishganga 100 ming niyot beraman. Bir haftada tug'adi mana shu qora qo'ylar. Bir haftada aka tug'ib bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, Qirg'izistonda garantiya bo'g'oz soliqlaridan so'ragan akalarimiz uchun akalar mana sizga akalar Qirg'izistonda yaxshi yirik ishonchli garantiyali bo'g'ozlari bugungi video syomkamizda chiqadi akalar. Videoni boshidan bitta like bosib, videomizni oxirigacha ko'rib turing akalar. Chunki akalar buni Qirg'izistonning sog'lig'ini so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p edi. Ikki partiya sizga ma'noli video syomka qilib beramiz. Qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib qo'ying akalar. Juda ham velikan soliqlar kelgan. Hammasi xudo xolasa garantiyali bo'g'oz akalar. Assalomu alaykum, hurmatli Chorobozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning dushanba kuni 2-fevral 2026-yil biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni Husniddin akamizning qo'rg'olariga qo'y fermalariga kelganmiz akalar. Kanalimizga xudo xolasa akalar yangi mehmon. Narxni ham iloji boricha yengil, arzon qo'yib beraman deyaptilar. Xudo xolasa qani lavzga muvofiq akalar mana shu qo'yga nisbatan qo'yilayotgan narxiga aka bitta baho berib qo'yasiz aka. Videoda davomida narxlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Assalomu alaykum, Husniddin aka. Assalomu alaykum, keling aka. Ahvol yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamay. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat aka. Toza mana arashalarni olib qo'ydi, qirg'iz qo'yiladi, tozasi. Bo'g'oziga zo'ra. Bo'g'oz. Endi misol uchun akam denasa, to'g'risi aytganda bo'g'oziga alomati o'zi hammasida bilinib, yellar tashlab qolib qo'yiladi. Ash qo'ylar xudo xolasa bir haftada to'g'ri beradi, katta qo'ylar. Kattalar, ha? Xudo xolasa bir hafta 10 kunda oldi boshlaydi. Soni aka bugungi o'pish soni nechta chiqadi aka? O'pish soni 30 ta qo'y chiqadi aka hozir. 30 bosh. Lekin 15 ta hozir. Hurmatli tomoshabinlar, akalar, yellari o'zi tashlab qolibdi lekin. Xudo xolasa mana bu qo'ylarda akalar ishqibozi bo'lsa, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Birinchisiga mana 15 dona akalar, mana bu qo'yimiz. Xudo xolasa narx sindiramiz bugun. Bundaqa narx bo'lmagan hali. Bundan keyin 15 ta qo'y beramiz aka. Bundan keyin 15 ta qo'yamiz. Akam dersa, to'g'risi gap, mana bu Qirg'izistonda bo'g'oz soliqlarini juda ko'pchilik olib baraka topishyapti. Siz ham yengil bering. Xudo xolasa baraka topishadi. Jasadi ham katta ekan lekin. Qo'ydi oldi mana mana. 4 tadan 6 taga chiqyapti. 4 dan 6. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Kim bitta obunachini olib qarang. shu baraka topadi bundan. Buni aka tekshirdim deyapsiz-a, buni bo'g'ozligini, tekshirdim deyapsiz. 100% garantiya. Garantiya deyapsiz. Xudo xolasa obunachilarimizning uyiga borib tug'ib bersin aka. Xudo xolasa egiz tug'ib bersin. Chunki bu bo'ylari ham akalar, bu suyagi katta qo'y akalar. Bo'ylari ham 85 ustida menimcha. 85 plyusga olashaveradi. 85 sm plyusga hisoblanib chiqaraverasiz akalar. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Bitta obunachingiz olib ketadi. Ertaga sizga rahmatni aytadi. Yoshlari qanaqa buni? Yoshlari qo'zidan boshlab shak 4, 6, 8 tasi bo'lsa bitta ikkita bo'lishi mumkin. Aka buni bitta ikkita 8 tasi bor deyapsiz-a? Bitta ikkita 8 tasi bo'lishi mumkin. Lekin hammasi 4, 6. Asosan ikkinchi qorin, uchinchi qorin. Uchinchi qoringa keladi. Xudo xolasa buni akalar olib borib turib, chiroyli qilib parvarishlab, qo'zisini oling akalar. Bunda baraka bor aka, sog'liqda. Xudo xolasa uyaltirmaydigan narsalar. O'zidan zot qoldiradi. Tem bo'li Qirg'izistonning sog'liqlari akalar. Xudo xolasa juda ham suyagi bilan akalar nasl yaxshi berishi bilan ham mana bu qo'ylar odamlarda mana shu obunachilarimiz e'tiboriga tushgan qo'ylar. Xo'p, buni Husniddin aka 15 tasiga bitta baho aytamiz aka. Qo'ra xudo xolasa bitta obunachingiz oladi. Bir kishi olsin aka, narxini ham kelishtirib bering. Narxini kelishtirib beraman. Xudo xolasa bitta obunachingiz oladi. Barakani topadi, rahmatni aytadi. Qancha deymiz aka bularni? Xudo xolasa mas bularga ko'ryapmiz aka 10 million, 9,5 million narx ishlatib. Aha. Biz undaqa narx yo'q. 9 million, 9,5 million, 10 million narx yo'q. Qanchadan qo'yamiz aka? Biz buni 8,5 dan beraman hammasini bir joyga. 8 million 500 ming so'mdan. 8 million 500 ming. Olgandan baraka topsin aka, xudo xolasa. Qo'yiladi oldini o'zi 10 million, 1 million ham bor ichida. Aha. Bitta odam oladi, lekin baraka topadi. Aka qarang, buni pachkasini bo'lmasa 15 tasi bir kishiga beraylik, hading. Narxida yana ozmoz o'tib bering. Chunki mana bu Chorobozor kanalida ko'proq sog'liqda, Qo'chqorda yaxshi narsani ishqibozi ko'rishadi, to'g'risi gap aka. Biz to'g'risi gap qo'ydi aka, to'g'risi mana qo'rangizga kelib, mana qo'yingiz birinchi o'rinda o'zim so'rayman qanaqa deb, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri aka. O'shaning uchun yaxshi narsani sizga ham yomon tavsiya qilamiz, xudo xolasa yaxshi narsalar. Uyaltirib qo'ymasa, xudo xolasa akalar, mana buni hammasi bo'g'ozligini avvalo xudo lekin. Misallarga 3 ta tug'adi, 4 ta tug'adi emas, bitta zo'r tug'ib bersa yetadi o'sha. Xo'p, aka buni ozgina o'tib bering. Husniddin aka. Aka bir joyga bo'lsa sal kelishtirib. Bir joyga bo'lsa mayli siz obunachilaringiz uchun like-ni ayamay tirslatishadi. Kommentga otangga rahmat deb ketishadi. Bitta like bosishganga 100 ming niyot beraman.
100 ming 100 mingdan. Ha, bitta like uchun. Kommentariyaga ham o'tib qo'yasiz aka. Aka, otangga rahmat deb kommentariy yozib qo'ysa, unga ham 100 mingni o'tib beraman. 8 million 300 ming so'mdan 8 million 300 mingdan bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, buni endi to'g'risini aytganda qo'llab-quvvatlab akalar, mana bunda ko'rganingiz akalar, videoda bahridilingiz yayrasa akalar, to'g'risini aytganda buni sotib ham maza qiladi odam. Like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib qo'ying akalar. Portlatishadi. 8 million 300 ming so'mdan akalar telefon qilavering ish bitadi aka. Xudo xolasa telefon qilgan odamning ishi bitadi. Dastlabkasi Toshkentgacha, Vodiy bo'ylab Toshkentgacha beriladi. Undan u yoqqa kelishgan holatda. Mana o'tkazing. Mana quyoshda ko'rib oling akalar qo'ylarni. Sog'lomligi zo'r akalar, oyoq-oyoq defekti yo'q. Ektish ham bordingizmi? Ektish ham bor ichida. Ektish 4 6. Asosan 4 6 qo'ylar. Bitta ham 8 tish bor dedingiz, ha? Bitta 8 tish bor lekin. U haligi qolgani 4 ta 6 ta qo'ylar hammasi. Xudo xolasa mana. Ikkinchi qorin, uchinchi qorin shunday. Qo'yda ish qo'vozi bo'lsa akalar, mana telefon qiling endi akalar. Bo'ylari ham 85 baland akalar. Mana qo'ylar jasadini qarang. Jasadi ham katta ekan lekin. Bunaqasi endi akalar har doim ham kelavermaydi. Mana olib qo'ying aka, yo'g'onligi ham, polvonligi ham. Xudo xolasa qo'yga qaraganda akalar narxlari arzon. Chunki bozorga aka chiqib yurgan obunachilar bo'lsa, mana kommentariyaga yozib qo'ysin aka. Bozorga chiqib oddiy bitta sariq qo'ydi, misol uchun ushlab turgan bo'lsa, dehqondanmi, savdogardanmi so'rang akalar. To'g'risini aytganda 10 million ustidan narx aytilyapti bozorda ham. Chunki bunaqa sog'liqlar akalar bir xilda qilib terib olish ham oson emas. Oson emas. Xudo xolasa bitta obunachingiz oladi, buni barakahini aytadi, rahmat aytadi sizga. Bundan keyin qanaqasi bor aka? Bundan keyin bundan sal yengilroq bor, lekin suyagi bundan kam emas. Bundan kam emas. Rangi ham bundan kam emas. Lekin pulini yengilroq beraman uni. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, narx sifat to'g'ri kelgan bo'lsa, yoshi ham bir xil ular. O'ta yosh, qo'zisi ham bor uning ichida, shagi ham bor, 4 tishi ham bor. Aloqaga chiqaverasiz akalar, pastda raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Bitta like bosib qo'yasiz. 8 million 300 ming so'mdan Optumiga tanlab olishga plyus minusi bor akalar. Optum bir joyga olsangiz aka telefon qilavering, ish bitadi aka. Keyingi partiya qo'ylarimizni ko'ramiz bo'lsa. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu ikkinchi partiya qo'ylarimiz akalar. Bu ham xudo xolasa suyaqli, oyoq qo'li baquvvat akalar. Qo'yda xudo xolasa bo'g'ozligi naqmi aka? Bo'g'ozligi 100% naq aka. Mana akalar, mana o'zi tug'ishga yaqin bo'lib turibdi ekan-a? Yilini ko'rdingizmi? Mana ko'rinib turibdi yilini. O'z yillarni to'ldirib. Buni soni nechta aka? Buni soni 13 ta. 13 bosh. Hammasi xudo xolasa. Hammasi xudo xolasa 100% bo'g'oz. Yosh deyapsiz aka, yoshmi? Ular shak 4 tish. Shak 4 tish. 6 tish bilan 8 tish ham kam buning ichida. Asosan 4 tish, shak 6 ta. 8 ta yo'q ham. Hop, 2 tish, 4 tish, 6 tish akalar. Endi bitta yarim 6 tish bo'lishi mumkin akalar. Buni asosan 4 tish, tish ketgan, qarisi akalar, boshqasi boladan qaytgani yo'q akalar, xudo xolasa. Buni telefon qilsalaring o'zlaringizga to'liq ma'lumotlar berilaveradi akalar. Misol uchun 4 ta olmoqchisiz aka, menga tishini ochib, bo'g'ozligini ko'rsatib, video syomkasini tashab bersalaring o'zlaringizga tashab berilaveradi akalar. Yoki tepasiga kelib ko'rsalaring ham nur ustiga alamli bo'ladi. Xudo xolasa tashab beramiz, agar kelishaman deysa. Bo'ybasi qanaqa chiqadi aka buni? Gavdasini 80 plyusga olish olsin buni. Mana akalar, o'zi yillar to'ldirib qopti. 85 ham ko'p ichida buni. 80 plyusga hisoblab chiqarib olish ha. Hop, agar mabodoki ikkita partiyangizni bitta qilib bir joyga haydab qo'yishadigan bo'lsa, narxini juda chiroyli qilib berasiz aka. Narxini sindiraman unda aka. Hop, buni o'zini qancha beramiz aka? Men aytdim aka, bugun naqd sindiramiz dedim. Buni 82 dan Optum beraman hammaga. Ha, narigilardan bir xil bo'lyapti-yu. 100 ming so'm raziyat qo'yapti aka. Endi buni sal kelishtirib bering. To'g'risiga ixchamroq ekan narigilardan ko'ra. Endi bo'g'ozligi yaxshi lekin. Haydang. Bularni yana 100 ming beraman mayli. Yana 100 dan. Mayda shunday qilmayman. Ha. Buni 8 million so'mdan bir joyga beraman hammasini. 8 million so'mdan. Optum olsa. Optum olsa aka yana yo'l ham qo'yib beraman. Xayri bor akalar, telefon qilaverasiz. Agar mabodo ikkita partiyani o'zi 28 tani qo'yib bor ekan akalar. 28 tasini bir joyga bir kishi olib qo'yadigan bo'lsa akalar, chiroyli o'tib berasiz aka. Sindiram, normal o'tib beraman. Ikki hamma bir joyga olishsa, aytgan narximizdan ham tushib beriladi yana ham. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, xolasa. Telefon qilsa bo'ldi. 8 milliondan yo'qdi deb. Kami xayri bor, o'tib berasiz aka. O'tib beraman bir joyga bo'lsa. Xudo xolasa, ish qo'zlar bo'lsa, mana shu qo'yamiz ham akalar, avvalo lekin qonni ikkita tomonga dadil tashyapti. Egiz tug'ib bersa, sizga baxtingiz aka, lekin egizga garantiya berilmaydi. Bittaga garantiya beriladi akalar. Mana akalar. Tagi ham naq buni. Mana akalar. Bo'ldi, qo'yavering. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa qiziqqan ukalamizga tavsiya qilamiz akalar. 8 million so'mdan xayri barakasi bor. Telefon qilavering. Yakkalabga bitta ikkitaga bo'lsa kelishiladi akalar. Hurmatli tomoshabinlar, eng oxirgi partiyamizga akalar, mana bu jasadi katta qora so'liqlar akalar, qora kashtan, lekin akalar bo'g'ozligi lab-lab bo'g'oz ekan akalar mana. Mana ular ko'ring akalar. O'zi arang yuribdi-gana bular, ha? Ha, xudo xolasa oldi. Bir haftada tug'adi, mana qora qo'ylar mana. Bir haftada akalar tug'ib bo'ladi. Lekin qarang, hammasi bo'g'ozga garantiya. Hammasi bo'g'ozga garantiya.
Mashallah. Xudo xohlasa uyaltirmaydi qo'ylar. Xudo Zo'r xohlasa. ekan lekin mana shu o'g'illar akalar. Bir joyga olib qo'ying. Yo'g'onligi ham zo'r akalar. Beli yo'g'on qo'yadi. Mana shu qo'zi turishini qarang, juni o'zida o'kadi. Qo'zi mana shu. Turishini qarang. Mana O'zimda qiymat buni, qo'zim. Avvalo xudo lekin egizak tug'ib qo'ysa endi baxtlar akalar. Hammasi xudo xolasa bo'g'ozga garantiya. Xo'p, aka buni qarang. Soni nechta? Ishlari ham zo'r. Soni 4 ta. Birinchi oqar to'lay bilan 4 ta. 4 ga endi o'tdi. Naq bo'g'oz. Xo'p, aka nechta buni soni? 8 ta berdi hozir. 8 bosh. Yosh qanaqa bulardi? Yosh 4-6 qo'zi. 4-6 qo'zi. Shagi ham bor ichida. Ikkita shagi bor. Bitta qo'zisi bor, qolgan 6 tadan. Demak, ektish, bitta qo'zisi bor, 4-6 tish akalar. 4-6 tish. Qarisi yo'q o'zi. Asosan nima yo'q. 4 deyapsiz buni? Ha, asosan 4 tish, 6 tish. Soni 8 dona akalar. Xudo xolasa ish qivozi bo'lsa, mana shuni olib qo'y aka, tavsiya qilaman. Hech bundan beramiz aka, mana shu. Mana shu 8 tasi bir kishi olsin aka, qanchadan narxi? 8 tasini bir kishiga 78 dan olib ketishaverdim. Dastlabki qilib beraman. 7 million 8 ming so'mdan. Ha. Dastlabki akamiz ham shaydalar mana. Ha, dastlabki hozir chiqaraveramiz qo'ylarni. Samarqandga. Hurmatli tomoshabinlar, 7 million 8 nima akalar 7,5 dan nima deysiz aka? Shu obunachilarimizga bitta qo'yib bering aka, maza qilishsin. To'g'risi buni aka yoniga qo'zi tushib qolsa endi O qo'zi chiqsa 10 million haqida bu qo'ylar. bo'ldi, bering. 7,5 million. Siz obunachilaringiz uchun boshqasiga yo'q lekin. Faqat siz obunachilaringiz telefon qilsa 7,5 dan mayli ketdi hammasi. 7 million 500 ming so'mdan dastavka ichida yetib boradi aka. Tug'masa bitta qo'zi naq lekin. Mashlarga, xudo xolasa, hammasiga ham. Tug'masa. Xolos, hurmatli tomoshabinlar, mana akalar 7 million 500 ming so'mdan garantiyali bo'g'oz. Telefon qilaverasiz aka, ish bitadi. Bitta like bosib, Chorva bozor kanalini kuzatishda davom eting akalar. Sizga eng zo'rlarini xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz akalar. Birinchi marta kanalingizga mehmonmiz mana. Xudo xohlasa narxlarni undan bag'as sizda sindiramiz. Hali bundaqa narx umuman bo'lmaydi sizga kanalingizda. Hurmatli tomoshabinlar, 7,5 million so'mdan yaxshi bo'ldi, lekin mana bular narx akalar. Bo'ylari ham 85 plus. 85 ta tepasida, lekin mana. Bo'ylarni yaxshilab ko'rib oling akalar, e'tibor bilan. Hurmatli tomoshabinlar, manzilimizni eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaxo'ron qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasi bersin. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.